Assalomu alaykum, aziz muhtaram qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasininki hurmatli ko'rmanlari. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uchur axborot markazining direktori Iftixor Abdurashiddan hammanglarga o'tliq salom. Hurmatli ko'rmanlar, hammanglarning xabar bo'lganidek, mushu oyning 11-kunidan 13-kunigacha Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida o'tkaziladigan xalqaro Uyg'ur munbiri yaqinlashib kelmoqda. Bu munosabat bilan biz Dünya Uyghur Qurultiyi Merkez İşxana xodimlari va Dünya Uyghur Qurultiyi Uchur axborot markazining texnik xodimlari jiddiy tayyorliklarda xizmatlar ilib berilmoqda. Bu munosabat bilan 8-iyun, ya'ni bugundan e'tiboran kundalik xabarlar programmamiz 2 haftalik vaqtliq to'xtab turdi. Bu jarayonda albatta YouTube kanallarımızda va ijtimoiy taratqullarimizda xalqaro Uyg'ur munbiriga aloqador ishlangan maxsus suhbat programmalari, xabar programmalari va qisqa filmlar tarqatilib turildi. Yeni bir sizlarni xabarlantirib qo'yadigan nuqta bo'lsa, 11-iyundan 13-iyungacha davomlashadigan xalqaro Uyg'ur munbiri stansimizning YouTube kanalida naq maydondan tarqatildi. 11-iyun Berlin vaqti tushdan keyin soat 17dan 19gacha bo'lgan oralikda YouTube kanalımızda Xalqaro Uyg'ur munbirininki ichilishi naq maydon tarqatildi. 12-iyun va 13-iyun kunlari bo'lsa, Berlin vaqti atdigan soat 9dan kech soat 19gacha naq maydondan stansimizning YouTube kanalida tarqatiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Uchur axborot markazi bo'lish sifatimiz bilan siz aziz ko'rmanlarimizni xalqaro Uyg'ur munbiriga xuddi naq maydondan qatnashayotgandek hissiyatga ilib kelish uchun qo'limizdan kelgan tirishchanlikni ko'rsatamiz. Qani diqqatinglar, stansimizning YouTube kanalı tarqatiladigan naq maydon programmalarimizda, qisqa filmlarimizda, maxsus xabar programmalari va suhbat programmalarimizda bo'lsin. Onundan sırt yana Dünya Uyghur Qurultiyining inglizcha ijtimoiy taratqullaridami xalqaro Uyg'ur munbiriga aloqador barliq uchurlar va programmalar tarqatiladi. Hammanglarga aman esenlik tilash bilan birga o'zinglarni yaxshi asranglar, ko'rishguncha aman bo'linglar. Allohga emanet.